Bugun Singapurda yangi kunni boshlab oldik. Namlik juda kuchli, lekin atrofda tozalik va sokin shahar uyg'onib bo'ldi. Qisqa tayyorgarlikdan so'ng biz ilk manzil mashhur Botanic Gardens tomon yo'l oldik. Botanic Gardens bu shahar o'rtasidagi haqiqiy tropik jannat. Qushlarning sayrashi, nam havo va atrofdagi yashillik yuragingizni tinchlantiradi. Har bir burchagi tabiat bilan uyg'unlik namunasi. Singapur zamonaviy shahar bo'lsa-da, tabiatni qadrlaydi. Sayrdan so'ng qornimiz och qolganini his qildik va an'anaviy nonushta Kaya Toastni tatib ko'rishga qaror qildik. Bu yerda klassik singapurlik nonushta Kaya Toast yarim xom pishgan tuxum va issiq yoki sovuq kofi bilan zo'r ketadi. Noto'g'ri eshitmadingiz, kofi emas, aynan kofi. Sodda, ammo nihoyatda mazali. Aynan mana shu joylarda siz Singapurning oddiy hayotini his qilasiz. Keyingi manzil Chinatown. Bu joyda tarix, an'ana va zamonaviylik bir joyga jam bo'lgan. Qizil fonarlar ostida yurarkanmiz, xushbo'y taomlarning hidi, rangli do'konlar va kulayotgan odamlar shahar ruhini yanada boyitadi. Har bir burchakda yangi syurpriz kutmoqda. Arab Street bu san'at va madaniyat tutashgan joy. Kofi hidi, devorlardagi grafit, uzoqdan esa oltin gumbazli masjid. Bu joyda har bir tafsilot o'z hikoyasini aytadi. Bu yerda vaqt sekinlashgandek, odamlar esa doimo tabassum bilan. Kunning eng rang-barang manzili Little India. Bu yerda hayot to'la ritmda. Rangli binolar, gullar, ziravorlar hidi, musiqa, barchasi sizni o'ziga tortadi. Har bir kadr xuddi filmdagidek go'zal. Xullas biz bir kunimizni shu tarzda tugatib oldik. Kuzatishda davom eting.